aka qimirlayapti. Qora bu tepalikka bekor chiqdi. Bu joyda hamma maqtayapti. Biz o'z ko'zimiz bilan ko'rgani keldik. Mo'jizalar sharsharasida-biz. Bog'laring bor, kunlarasan, tog'laringdan suvlar oqar. Tangrim suyib bergan husning, buncha go'zal, buncha go'zal. Shu chamaning bunchasini. Ayneli ko'prik bor ekan, to'g'risi yurak dosh bermadi. Narx nechi pul ekan? 15 ming so'm ekan. 1005. Biznani ko'pligini qaranglar. Kanatda tog'du tomoniga borib, Bakiyani qaytib kelish 30 ming so'm ekan. 15 ming so'mlar ekan. Parijdagi Eyfel minorasiga yetib borolmaganlar uchun shunaqangi maketi bor ekan. Bu ham 10 ming so'm ekan. Bu pechatning ma'nosi hayotimga o'zim javob beraman degani ekan. Jamoa qaltirayapti lekin yuragi bo'shlagi umuman tavsiya qilmayman. Ikkita tog'ning orasida shunaqangi uzun ko'prik bor ekan. Uzunligi bilmadim. 150-200 metr chiqadi. Narxi 30 ming so'mdan ekan bir kishi uchun. Oyoq qaltirayapti, qo'l qaltirayapti, ko'prik qaltirayapti akalar. Davron aka vashcha yuragi tushib yotib olgan. Xohlovchilar uchun otlar ham bor ekan. Biz Parijda emas, Pop tumanidagi Guliston qishloqchasida bo'ldik. Vakatsiya Telegram kanalimizda bo'ladi.